Ben demiş ki bu yer 4 klasik eserini okuşunu tavsiye kılman, düşünüşünü tavsiye kılman. Neyim için toxtamayım hoşlanıp her xil hikayelerini. Her xil turmuş kaçırdan toxtamay sözlep birme işim yok tek. Hem de çünkü ilgiri bir mahal bundaq kitaplarını okuğanın neyim bayisi ötken işini diyenin hazır mı ba ondaqlaçı? Hazır mı bakayım burullu bağım ketsem elem pinunçuga jibojan kirip qarsanlar vay onun hemmisi yalğan. Vay o degen klasik eser, o degen kino, onu andaqtab ketmişsin buldu, mandaqtab ketmişsin buldu ötken iş, neyim bayisi emre degenden bizge neyim bayisi deydiğanlar bek köp kürüp içinip gitme. Hey, hem de şularni oyg'utadigan bir ukul o'g'il bo'lsa, hammanlar urib qo'ydim-da mana shu ukulni. Endi biz hamisha mana shunday o'zimizning klassik asarlardan ancha-muncha gumonlanib nimpaytda yurgan vaqtimizda, masalan, Yevropadagi taraqqiy qilib bo'lgan davlatlar qarab qo'ygan. Hozirgacha Shekspirning asarlari, dramalari hozirgacha sahnalarda o'yinlanyotdi, kino qilib ishlanyotdi. Shulardan so'rab qo'ygan, nima qilmoqda qilasizlar? Nimpaytisi buning sizga foydasi bormi? Hozir taraqqiy qilib bo'lgan davlat bo'lsanglar deb. Bekar undaq qilmaydi. Klassik asarlarning yadrosi nima? Bu oldi bilan nuqul oldiki shu vaqtdagi bir tarixni bizga so'zlab bermaydi. Bu tarixnoma emas. Agar buning mazmuni shu davrni shu vaqtni yuritib bergan bo'lsa, bu bek kalt o'ylab qolgan bo'ladi. Oshunda qolib qolsa, chuqur buning vaqti o'tidi. Oshundaq narsalarning vaqti o'tidi. Shuning uchun Sangojini hozircha o'qimaymiz hech kim bilmaydi, biroq Sango yayini hozircha tillarda doston. Undan so'ng bu 4 klassik asarda so'zlangan nima? Oldi bilan odimiylik, inson tabiatidagi muhabbat va nafrat. Buningda biz kishi qalbini larziga soladigan hikoyalarni anglaymiz. Iboralarni o'qiymiz. Kishi qalbini ham cheksiz azob soladigan narsalarmi bor, hayajonlantiradigan narsalarmi bor. Shuning uchun o'ylab qo'yinglar. Bu yerdagi 3 parchalik haqida qissa, suv bo'yida qizlara boqish g'arib sayat deganlar bu klassik asardagi to'g'on bilan nurg'un bu asardagi personajlar, shaxslar bizga o'xshamdi. Bizning hayotimizdagi kishilarga o'xshamdi, o'xshamadi solishtirib boqing. Bularni o'qiganning nipaysi amaliyotda shu kishilar bizning hayotimizni bizdan necha ming yil burun yashab bo'lgan maktabda bor-ku. Faqat shular ozroq o'xshamaydi g'ayrimiz bor. Masalan, bular ot choptirib mangan bo'lsa biz mashina haydab menyapmiz. Bular yambu tullar qashlagan bo'lsa biz qog'oz pulga undarda qashlayapmiz. Shunami? Lekin bularning o'rtasidagi kishilik munosabat, manfaat munosabati, kishilik aloqa qaysi birisi o'zgarib qolibdi. Ya'ni shu pet yashayapmiz-ku. Nari o'xshamaydi-ku bularning, o'ylab qo'yinglar. Shuning uchun bu klassik asarlarda biz nurg'un klassik ishlarning mohiyatini, turmush kartinalarini his qila olamiz. Buni his qilgandan keyin amaliy turmushimizga bog'lay olamiz. Shuning uchun men tirish bog'lay olsin deb turib oddiylashtirib, echib so'zlab ketbarman-ku. Shuning uchun bularni sizlarga qattiq tavsiya qilaman. Mushni yoqtiradigan do'stlar bir go'nju qo'yinglar. Pinunçuga bas bir bayыңlar, yizib qo'yinglar, savolinglar va so'rasanglar bo'ladi. Kechki bo'jan davomli javob beramiz. Rahmat.